Ushbu homilamiz 34 haftalik. Bu homilamizda quyon lab patologiyasi aniqlanyapti. Ya'ni burun lab treугольнигida patologiya bor. Yuqorgi jaqda rashipleni mana ko'rib turganlaringdek quyon lab aniqlanyapti. Bu yerda bir tomonlama bo'lyapti, ya'ni o'ng tomonlama mana. Bu yerda ham burun, mana lablari ko'ringan, pastki lablar, yuqorgi lab butunligi buzilgan ko'rib turganlaringdek, ko'zlari. Bu ayolimiz homilani tug'ishga qaror qilgan. Oila a'zolari bilan kelishgan holatda tug'ruqdan keyin bolachamizni operatsiya qildirib olmoqchi. Sizlarga normal holatda mana bolachani burun labchalar, bu yerda mana lab butunligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu esa bu yerda burun lab burchaklari bu bolachamizda sog'lom. Bolachamizda bo'lsa e'tibor qilsalaring mana yuqorgi labda